Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, bizda yangi yo'nalish bir video qo'ygandik. Juda ham ko'p qiziqishlarga nima deydi, so'rovlarga ega bo'lyapti. Xolodilnik. Sendwich panel va xolodilnik bu go'sht, meva saqlash uchun mo'ljallangan. Bu oddiy kichkinasini ko'rsatyapman. Buni 300 tonna, 1000 tonnagacha qilsa bo'ladi. Qalindan ekan, go'sht uchun mo'ljallangan bunisi. Ko'rishingiz mumkin. Ichida motor tishlari, keyin tashqarisini ham ko'rsating-da. Bu yerda yoqish, o'chirish, gradusni tushirish, pasaytirish transformator bo'ladi. Boshqariladigan miyasi desanglar ham bo'ladi. Xo'p, endi buni yomg'ir emas, yog'vordi. Sendwich panelga to'xtalamiz. Yuring aka. Mana buni sendwich panellari bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, buni liniyalari bo'ladi. O'zi bir-biriga avtomatik kirishadi. Buni kesib, qirqib, boshqa ortib o'tirish shart emas. Razmerni aytasiz, o'lchaymiz, nimasini proyektni tuzamiz, sirasi o'shanga moslab chiqarib berilaveradi. Bu yangisi bo'ladi. Yangisi bilasizlar, qimmatroq bo'ladi. Endi arzonroq tushsin degan ko'kalarimiz ham bor-ku. Xo'p, bu 10 santimetrligi bo'ladi. Bu go'sht uchun, muzqaymoq uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ko'rsanglar, mana laynlarni ko'rsating-da. Atrof plastik, bir-biriga svarka qilib ulab o'tirishinglar shart emas. Bunisi ozgincha qimmatroq bo'ladi. Buni metrini hisoblaydigan bo'lsak, har bir metri $29 dan to'g'ri keladi. Eshiklari bilan yangi mahsulot. Hop, endi bu yoqqa ko'rsating, buni ko'rsating. Hop, buni ko'rsating endi. Bular ishlatilganlari bo'ladi. Bular ishlatilgani, lekin holati deyarli yangidek turibdi. Yangidek holatda turibdi. Ozgincha arzonroq bo'ladi. Yangisiga qaraganda deyarli 2 barobar arzon hisoblanadi. Lekin holati yomon emas. Buni ham konteynerga solib chiqarib beraveramiz. Aloqaga chiqsanglar, narxlarini tushuntirib o'taman. Bu 10 santimetrligi bo'ladi. Buni yaqinroq olib keling-da mana. Liniyalari bir-biriga kirishadi. Nima qilaverasiz? Orasidan germetik quyib, sirasi ishlataverasiz. Eshiklari ham mana deyarli yangidek turibdi. Bu shunaqa firma. O'zlari qurganlarini qaytib buzib ham olib keladi. Masalan, tayyor mahsulotda bular motorlari bilan birga tayyor turadi. Shunday olib kelib qo'ygan bitta komplekt bo'ladi, bitta set. Masalan, 10 metrga 10 metrlik joyda bu shunday holatcha olib kelgan bo'lsa, o'sha 10 metrga 10 metr joylikini olib borib, yana o'zimizga o'rnatsak bo'ladi. Bu yoqda ham ko'rsating. Bunisi nima talab qilib mana shu bo'ladi. Bu hozir ko'rsatganlarimiz 10 santimetrlik bo'ladiki, ular go'sht, muzqaymoq uchun mo'ljallangan bo'ladi. Endi sabzi, piyoz, kartoshka, meva-chevalar uchun mana bu 5 santimetrligi bo'ladi. 5 santimetrligi. Bundan ishlatsanglar ham bo'ladi. Bu anchagina arzon bo'ladi. Hozirgiga qaraganda anchagina arzon, qulay tushadi. Bu ham shu. Razmerni aytasizlar, moslab, motorini, ichkaridagi invertorchalarini hammasini moslab chiqarib beramiz. Hammasi full set bo'ladi. Elektr transformator, elektr boshqaruvi, gazni ko'tarish, tushirish, iloji bo'lsa Wi-Fi ga bitta telefonda uyda o'tirib boshqaradigan darajada ham qilib bersak bo'ladi. Hozir biz bu video Janubiy Koreyadan olyapmiz. Oldindan aytib o'tay, endi yangi ko'rayotganlar uchun. Bu ishlatilgan, ko'rsanglar mana, mevalar uchun, mevani rasmlari ham turibdi. O'zlari qurganini shunday olib kelgan, lekin qayta ishlatsa bo'ladi. Yaxshisi holatdagisini olib kelgan bular, ishlatib bo'lmaydiganini shu yerda tashlab yuboradi. Bu sendwich panellarida endi motor qismiga to'xtalib o'tamiz. Yuring yoqqa. Oldinda ko'rsating-da. Motorlarni ko'rsatamiz. Mana bular tashqari tarafdagi motorlar bo'ladi. Bemalol katta kichikligiga, kengligiga qarab boshlasak bo'laveradi. Bu konditsionerli motorlarlar, bular ishlatilgan arzon, narxi qulaylari, lekin ancha yil xizmatingizni qilaveradi. Bu yoqqa keling. Obyektni katta kichikligiga qarab, kattasidan saylar, kattasidan keyin eng kichkinasidan bu yoqqa keling. Mana motor tishlari, tashqi tarafdagi motor tishlari bo'ladi. O'rnatkizib, iloji bo'lsa O'zbekistonda aytgan obyektingizga o'rnatib beradigan o'zimizda yetarli mutaxassislar ham bor. Chiroyli qilib qurib, bitkazib qo'lingizga topshirishimiz ham mumkin. Undan tashqari bular ishlatilganlari, keyin yangi mahsulotlar bor mana.
yangi mahsulot mana bular. Hozirgiga o'xshagan kichkina masalan 2 metrga 2 metr ba'zi bir do'konlar bo'ladi O'zbekistonda, qassobxonalar, do'konlar, shunga o'xshagan obyektlarga mana bu kichkinasidan moslab, razmerni aytsanglar, moslab qurib beraveramiz. Bu yerdan chiqaramiz, O'zbekistonda tiklab berish. Yomg'ir yog'yapti, shunaqa bo'lsa ham videoni olib qo'limizdan kelsa video qilib sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Endi bu bo'limimiz katta xolodilniklar uchun, masalan 300 tonnalik, 500 tonnagacha bo'lgan xolodilniklarga mana kompressorlarimiz bor. Keyin shunga moslab ham chiqarib beraveramiz mana. 3 ta parrayligi, 5 ta parrayligi shularga moslab chiqarsak bo'ladi. Keyin kompressorlar mana. Mana bu motorchilar o'sha katta xolodilniklarda kompressorlari bo'ladi. Bulari ozgina ishlatilgan, to'g'ri-yu, lekin narxi arzon. Yangisi ham bor buni. Bu trubkasining qalinligini ko'ryapsizlar. Juda ham katta xolodilniklar uchun mo'ljallangan. Kompressor desanglar, kompressorning o'zini chiqarib beraveramiz. Sendich panellari agar arzonroq, biz bu yerga Koreyaga qaraganda arzonroq deb o'ylasanglar, Xitoydan ko'p kirib keladi O'zbekistonga. Buni ham ichkari qismini mana bu yoq. Buni ham har xil turi bor. Enlirog'i bor, masalan, ozgina ingichkarog'i, enliroqlari bor yoki qorroq joyga o'rnatmoqchi bo'lsanglar, mana nima deydi? Eniga keng, turbuchak qilib, ensizroq qilib yasalganlari bor. Zakazinglarga qarab chiqarib beraveramiz. Mana bu ham endi chiqib ketadigani. Bu bitta do'kondagi deb o'ylasanglar bo'laveradi. Bitta do'kondagi 3 metrga 3 metr bitta do'kondagi full set qilib, mana shunday bittasinikini общий bir joyga qo'yiladi. Mana shu holatda olib chiqsak, mana liniyalar orqali bir-biriga kirishtiramiz, bemalol foydalanib ishlatsanglar bo'laveradi. Bundan tashqari kichkina xolodilnikchalarni ham ko'rsating. Bu konditsioner. Konditsioner ham eksport qilaveramiz. Konditsioner nisbatan arzonroq tushadi. O'zbekistonga nisbatan. Bu yoqlari xolodilniklar, yerga qo'yiladigan, yerga o'rnatiladigan xolodilniklar mana. Muzqaymoqchilar bilishadi. Bu yerni ko'rsating. Tepasida buni kompressor parraylari pastda joylashgan bo'ladi. Rastalar uchun mana ko'rsating. Bu rastalar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ichkarida kompressori bo'ladi. Mana shu joylaridan sovuq chiqadi. Keyin tepasidan sovuq chiqadi. Bu yoqishimiz, o'chirishimiz bo'ladi. Yoqib o'chirishimiz. Qiziqqanlar bo'lsa, inshaalloh aloqaga chiqsanglar, hozir biz buni zavodida turibmiz. Chiroyli qilib zakazlarga moslab chiqarib beraveramiz. Elektr hajmi, qolgan narsalarini inshaalloh aloqaga chiqsanglar, moslab yurg'izib berishga harakat qilamiz. Xolodilnikning ishlashini ko'rsataman. Hozir -15 ga moslab qo'yilgan. Bu yerdan gradusni o'zimizga moslasak bo'ladi. Ko'tarish, tushirish, yoqish, o'chirish juda ham oddiy ishlashi. Bu go'sht saqlash uchun mo'ljallangan. Ko'rsanglar. O'zi ma'lum bir gradusga yetgandan keyin o'zi avtomatik o'chadi, yonadi, shunaqa boshqaradi. Go'shtlar saqlanadi bu yerda. Janubiy Koreyada. Eshikni ochganimizga nimasi gradus sirazi ko'tarildi. Mana 15-16 bo'lib. Mana shu bu hozir 3 metrga 3 metr mo'ljallangan. Xuddi mana shu holatda qayta shu zborka bo'ladigan qilib chiqarib beraveramiz. Mana shu holatda full set bo'lib kirib boradi. Transformatorlari bilan birga. Bu go'sht saqlash uchun mo'ljallangan xolodilniklar qalinligi 10 cm bo'ladi. Mevalar uchun mo'ljallangani bor, u 5 cm-ligi bor. Nisbatan arzonroq bo'ladi bunga qaraganda. Undan ham bundan ham chiqarib beraveramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.